Assalomu alaykum. Bugungi odam anatomiyasi fanidan video darsimizning mavzusi nafas olish organlari tizimi. Bugungi mavzumizning rejasi 3 ta qismdan iborat. Birinchisi nafas olish organlari, ikkinchisi burun bo'shlig'i, hiqildoq, o'pkaning tuzilishi, uchinchisi nafas olish organlarining boshqarilishi. Nafas olish organlariga burun bo'shlig'i, hiqildoq, kekirdak, bronxlar, o'pkalar va plevra pardalari kiradi. Burun bo'shlig'i to'siq bilan ikkiga bo'lingan, ya'ni ichki yuzasi shilimshiq parda bilan qoplangan, ichki yuzasi kiprikli epiteliy bilan qoplangan, ichki yuzasida mayda bezchalar bo'lib, ulardan havoni tozalash vazifasini bajaruvchi shilimshiq suyuqlik ajraladi. Hiqildoq ya'ni 4 va 6 bo'yin umurtqalari ro'parasida joylashgan, havoni o'tkazuvchi nafas yo'li, tovush hosil qiladigan ovoz apparati, ichki qavat tukli shilimshiq pardadan iborat. Devor esa tog'ay va muskullardan tashkil topgan. Ichki qavatning o'rta qismida tovush bo'ylamlari va muskullari joylashgan. Kekirdak bu 6 va 7 bo'yin umurtqalari ro'parasidan boshlanib 5 umurtqa ro'parasigacha davom etadi. Uzunligi 9-13 santimetrgacha yetadi. Bronxlar bu 5-ko'krak umurtqasi ro'parasida kekirdakni ikkiga, o'ng va chap bronxlarga bo'linish natijasida hosil bo'ladi. Bronxlar daraxt singari o'pkaga kirib shoxlanadi. Kekirdak va bronxlar nafas yo'li hisoblanib, ular havoni elitib, namlar mayda chang zarrachalarini tozalab, o'pka alveollariga o'tkazadi. O'pka, ya'ni bir juft bo'lib, o'ng va chap o'pkaga konussimon tuzilgan. O'ng bo'lagi, ya'ni 3 qismli, ya'ni chap bo'lagi 2 qismli bo'lakdan tashkil topgan. O'pkaning o'rtasida kekirdak, qizilo'ngach va qon tomirlari, ayirsimon bez, nerv tollari, limfa tomirlari va tugunlar hamda yurak joylashgan. O'pkalar pastdan diafragma bilan chegaralangan. O'pkalar orqadan umurtqa pog'onasi bilan chegaralangan. O'pkalar oldingi tomondan tush suyagi va atrofida, ya'ni qovurg'alar bilan chegaralanganini ko'rishingiz mumkin. O'pkaning umumiy tuzilishi, bu yerda demak o'pkani atrofida o'pka plevra pardasi, mana bronxlar ikkiga ajralgan va mana bronxlar alohida, ya'ni har bitta bronxlar alohida ikkiga ajralib ketganini ko'rishimiz mumkin. O'pka alveollari gaz almashuv jarayonini kechadi, ya'ni devor bir qavatli epitel to'qimasidan iborat. Atrofi mayda qon tomirlar, kapillyarlar bilan to'rsimon shaklda o'ralgan. Ikkala o'pkada alveollarning soni 750 million atrofida bo'ladi. Bu umumiy sathi 100 metr kvadrat sathni tashkil etadi. O'pka alveollarining umumiy tuzilishi, alveollarning mana qanday holatda joylashganligini mana ko'rib turibmiz. Unda gazlar almashinuvi qanday jarayonda amalga oshishini mana rasmda ko'rsatib qo'yibdi. Plevra pardasi, bu o'pkalar tashqi tomonidan plevra pardasi bilan o'ralgan. U 2 qavatdan, ya'ni ichki va tashqi qavatlardan iborat bo'lib, ular orasida torgina plevra bo'shlig'i hosil bo'ladi. Plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan past bo'lib, u nafas olib chiqarganda o'pkani kengayib, toraytirishga qulaylik tug'dirib turadi. Ovoz apparati baland gapirganda yopiq holatda, pichirlab gapirganda esa yarim ochiq holatda, jim turganda esa uchburchak shaklda ochiq holatda bo'ladi. Nafas harakatlari, nafas olish, bu qovurg'alarni ko'tarish va diafragmaning pastga tushishi orqali ta'minlanadi. Qovurg'alarni ko'tarish bo'yin va tashqi qovurg'alar va muskullarning qisqarishi natijasida yuzaga keladi. Diafragmaning pastga tushishi uning muskullari qisqarish natijasida sodir bo'ladi. Nafas chiqarish ichki qovurg'alar va qorin muskullarining qisqarishi orqali ta'minlanadi. Ichki qovurg'alar va muskullar qisqarganda qovurg'alar pastga tushadi. Qorin muskullari qisqarganda diafragma yuqoriga demak ko'tariladi. O'pkaning tiriklik sig'imi, nafas havosi 500 ml, tinch turganda tashqi muhitdan olinadigan 500 ml havo, qo'shimcha havo 1,5 ming. Tinch nafas olgandagi 500 ml nafas havosining ustiga o'pkaning yana 1,5 ml havo kirishi mumkin. Qo'shimcha havo, rezerv havo 1,5 ml ni tashkil etadi. Odam tinch nafas chiqarishdan so'ng nafas havosi 500 litr, chuqur nafas chiqarsa o'pkadan yana 1,5 ming ml havo chiqaradi. Bu zaxira havo hisoblanadi. O'pkaning tiriklik sig'imini ko'rib turibmiz. Erkaklarda o'pkaning tiriklik sig'imi 3,5 mingdan 4,5 minggacha bo'ladi. Ayollarda o'pkaning tiriklik sig'imi
va 3,5 ml bo'ladi. O'pka ventilyatsiyasi odam tinch turgan vaqtda 1 minutda 16-18 marta nafas oladi. Har bir nafas olganda 500 ml atmosferik havo o'pkaga kiradi. O'pkaning minutlik nizasi esa 8-9 litrga teng. Masalan, 1 minutda 16 marta nafas olsak, demak har bir nafas olganda o'pkada 5 litr havo kiradi va mana shu 16 ni 500 ga ko'paytsak, bu 8000 ml havo, demak o'sha o'pkaning minutlik ventilyatsiyasi hisoblanadi. Nafas olishning boshqarishi odam turli holatda bo'lishiga qarab nafas olish va chiqarish harakatlarini nafasning yuzaki va chuqur bo'lishi avtomatik holatda o'zgarib turadi. Bu bog'lanish nerv va gumoral yo'l orqali amalga oshiradi. Nafas olishning nerv sistemasi orqali boshqarish uzunchoq miyada, ya'ni nafas markazida joylashgan. Orqaning bo'yin qismidagi diafragma harakatini boshqaruvchi nervlarning markazida joylashgan. Orqa miyaning ko'krak qismi qovurg'aro muskullarining faoliyatini boshqaruvchi nerv markazlari joylashgan. Nafas olishning gumoral boshqarishi faqatgina nafas olishning gumoral boshqaruvida gormonlar ishtirok etmaydi. Gumoral boshqaruv karbonat angidrid orqali amalga oshadi. Qonda karbonat angidrid miqdori ko'paysa, u uzunchoq miyadagi nafas markazini qo'zg'atadi va nafas olish demak tezlashadi. Bugungi nafas olish tizimi haqidagi video darsimiz mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.